Qatardan revansh olindi. Jahon chempionatiga chiqqan Osiyoning dastlabki 6 jamoasi nomi ma'lum bo'ldi. Bugungi uchrashuvdan so'ng terma jamoamiz futbolchilariga BYD chempion va terma jamoamiz a'zolariga BYD Chazor mashinalari topshirildi. Guruhimizdagi boshqa uchrashuvlarda Eron Shimoliy Koreyani yirik hisobda mag'lub etgan bo'lsa, Qirg'iziston o'z uyida Birlashgan Arab Amirliklari bilan durang o'ynadi. B guruhidagi markaziy uchrashuvda 4-o'rin masalasi 90+7-daqiqadagi penaltidan urilgan gol evaziga hal bo'ldi va Oman Falastin bilan g'alabaga teng durang qayd etdi. Janubiy Koreya Kuvayt 4-0, Iordaniya Iroq 0-1 hisoblari bilan yakunlandi. C guruhidagi bahslarda Saudiya Avstraliya uchrashuvida Jahon chempionati yo'llanmasi hal bo'ldi. Osiyoning 6-jamoasi Avstraliya bo'ldi. Yaponiya Indoneziyani savaladi. Xitoy so'nggi uchrashuvda g'alabaga erishdi. Guruhlardagi vaziyat quyidagicha ko'rinish oldi. Quvonarli jihati biz o'z guruhimizda eng kam gol o'tkazib yuborgan jamoa bo'ldik.